Yurtum qaldı. Abduri Abdurrahim Ötkür 1937 yılı Maxusen banditlar tarafından Gensuga elib ketilgan bir xotinlik qizning ig'izidan. Men tug'ilib o'sgan qizil guldek bog'lar qoldi. Egiz-egiz xo'p chiroyliq yalqin toshlar, tog'lar qoldi. Bug'amaral pada-pada o'ynab yurgan soylar qoldi. Tog' bag'rida o'ynab sekrab bo'tichoqlar, toylar qoldi. Egiz tog'ning yon bag'rida sular eqib har yonida, qushlar sayrab keng qo'ynida yeshil-yeshil qirlar qoldi. Agib-agib bo'ylab oqqan, cho'ruq-cho'ruq o'ynab oqqan, oq kumushdek palildigan baldin tatliq sular qoldi. Suv bo'yida shildirlashib, ta'zim bilan boshi egishib, men yetimni uzitishib, Leyla Mejnun tollar qoldi. Jimjit ko'cha, oydin kecha, buloq bo'ylab bog'cha-bog'cha, yulduz sanab tong otqucha, o'ynab o'tgan chog'lar qoldi.